Savol: kishi Ramazon ro'zasini tutsa-yu, lekin biror sabab bilan ochlikka chidolmay yoki chanqab qolib, ro'zasini ochib yuborsa, buning evaziga qancha kun ro'za tutib beradi va bu ro'zani ochishlikda gunoh bormi? Ro'za tutgan odam o'ziga ro'za tutish farz bo'lganligini bila turib, o'z ixtiyori bilan ro'zasini ochib olsa, katta gunoh ish qilgan bo'ladi. Bu ishni qilganini jazosi o'sha bir kunlik ro'zasini ochib olganligi uchun bir qul ozod qilish kerak. Unga qudrati yetmasa 60 kun ketma-ket orasini uzmasdan ro'za tutib berishi vojib. Bir kunlik o'z ixtiyori bilan ochgan ro'zasini qazosi uchun. Ana unga ham qodir bo'lmasa 60 ta miskinni to'yg'izadigan darajada taom beradi. Bu ishlarning tartibi o'sha ro'zani ochib yuborgan odamning imkoniyatiga qarab bo'ladi. Qulli bo'lib qul ozod qiladigan bo'lsa, ro'za tutishga ruxsati yo'q yoki taom berishni ixtiyor qilishga unga ijozat berilmaydi. Ana ro'zani ahamiyati qanchalik ekanligini mana shu yerdan ham bilib olsak bo'ladi. Bu ma'noni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hayotlarida bo'lib o'tgan voqealarda ham o'z aksini topganligini ko'ramiz. Mashhur hadis bor. Bir sahobiy kelib, ey Allohning rasuli, men halok bo'ldim, ham halok qildim. Nima bo'ldi senga? Ramazonning kunida xotinimning ustiga yiqildim. Ya'niki er-xotinlik aloqasini qildim. Shu bilan o'zim ham halok bo'ldim, xotinimni ham halok qildim demoqchi. Endi nima bo'ladi? Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalam aytdilarki, bir bo'yin ozod qilasan. Raqaba deydi arab tilida. Raqaba deganni insonning bo'yin qismini aytiladi. O'sha bo'yin deganda raqabani ozod qilasan deganda, demak qul odamni ozod qilasan degani. Unda bo'lsa bir qulni ozod qilasan, bir bo'yinni ozod qilasan dedilar. Haligi odam o'zini bo'yniga bir urib turib, mana shu bo'yindan boshqa menda bo'yin yo'q dedilar. Ya'ni meni qulim yo'q dedi. Qanaqa qilib ozod qilaman? Dedi, undoq bo'lsa 60 kun ketma-ket ro'za tutasan dedilar Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Haligi odam aytdilarki, ey Allohning rasuli, ro'zani deb shunga o'zi giribtor bo'ldim. Bir kuniga shuni bo'lgan 60 kunni qanaqa qilib tutaman dedi. Bunga ham imkonim yo'q dedi. Dedi, bo'lmasa 60 ta miskinni to'yg'izasan dedilar. Dedilar, 60 ta miskinni to'yg'izadigan holim yo'q dedilar. Hech narsam yo'q. Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalam aytdilarki, undoq bo'lsa sen kutib turgan bir sadaqadan xurmo yoki biror narsa kelib qolsa, senga berarmiz dedilar. Haligi odam cheka chiqib, g'amgin bo'lib o'tirdi. Bir vaqt odamlar zambilda xurmo ko'tarishib kelib qolishdi. Sadaqa xurmo, mana kimga bersangiz Rasululloh sizga olib keldik deyishardi odatda sahobalar. Shundoq bo'ldi. Haligi ko'p miqdordagi xurmoni ko'rib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi savol so'ragan qani dedilar. O chekada o'tirgan edi, mana deb olib kelishdi. Mana bu xurmoni olgin. Olib borib kambag'allarga tarqatib bergin dedilar. Dedi haligi odam, shu Madinadagi eng kambag'alga beramanmi? Dedilar. Ha, eng kambag'alga berasan. Dedilar, haligi odam, mendan boshqa mendan kambag'alrog'i yo'q-ku dedi. Eng kambag'ali o'zimman dedi. Bo'pti, bor, olib borib o'zing yeyveraver dedilar. Demak, mana shu hukmlarni ko'rib turibmizki, bu yerda birovni qasddan qiynash yoki boshqa yo'q,
lekin farzni his qilsin. Allohning oldidagi mas'uliyatini bilsin. Allohning ibodatini o'yin qilmasin. Mana shu ma'nolarda demak hukm chiqqan. Shuning uchun ro'zani juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zimizga farz bo'ldimi, iymon, e'tiqod bilan, ixlos bilan tutish kerak. Bu narsa hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi inshaalloh insonlarga. Avvalambor ro'zani buzilishi ikki xil holatda bo'ladi. Birinchisi qazo va kafforatni vojib qiladi. Bu degani, ya'ni qazo degani bir kuniga bir kun tutib berishligi bu qazo deb e'tibor qilinadi. Kafforat esa bir kun o'sha qazo qasddan ochib qo'yganligi uchun ro'zasini 60 kun ketma-ket ro'za tutib berishi bu kafforat deyiladi. Ya'ni jarima. Tushunarliroq qilib aytganimizda. Ikkinchi holat faqatgina qazoni vojib qiladi, kafforatni vojib qilmaydi. Endi hozir qazo va kafforatni vojib qiladigan narsalar haqida suhbat qilamiz. Kafforat Ramazonni hurmatini oyoq osti qilingani uchun vojib bo'ladi. Ramazonni farz ro'zasini ado qilishni niyat qilib ro'za tutgan odam uni o'z ixtiyori bilan biror bir majburlashsiz va shar'iy uzursiz qasddan ochib yuborsa, ham o'sha ochib yuborgan kunini qazosini tutadi, ham unga kafforat sifatida 60 kun ketma-ketlikda ro'za tutib beradi. Lekin bir odam Ramazon oyini bir qolib ketgan bir kunlik qazosini tutayotgan edi, mana shuni qasddan buzib qo'ydi. Bu odam faqat o'sha kunning qazosini tutib beradi. Bu odamga kafforat lozim bo'lmaydi. Chunki u Ramazonni o'zi asli qolib ketgan bir qazosini tutayotgan edi. Nafil ro'za tutayotgan odam ham, masalan, bir odam nafil ro'za tutdi, ro'zasini buzib qo'ydi. U endi bir kun ro'za tutib berishligi vojib bo'ladi. Bunga kafforat, ya'ni 60 kunlik ro'za tutib berishlik shart emas. Kafforat quyidagi holatlarda vojib bo'ladi. G'izo, ya'ni ozuqa yoki shu kabi narsalar shar'iy uzursiz yeyish, ya'ni mana shu narsalarni shar'iy uzursiz yeyish ro'zani ochadi. Odatda ozuqa sifatida tanovul qilinadigan hamma narsalar g'izoga kiradi. Aytaylik, bu dori bo'ladimi yoki papirus bo'ladimi, afyun bo'ladimi, nasha bo'ladimi va shunga o'xshash narsalar ham g'izo toifasiga kiradi. O'zi bu narsalarni iste'mol qilishlik o'zi aslida harom. Lekin ro'zani ochish masalasiga kelsa, bu ro'zani ochishlik masalasida albatta ro'zasi ochiladi. Bu holatlarda ro'zasini ochgan odam ham qazosini tutadi, ham uni kafforat sifatida 60 kun ketma-ketlikda ro'zasini tutib beradi. Ikkinchi holat, bir inson birovni g'iybat qilgani yoki bo'lmasam qon oldirgani, ya'ni hijoma qildirgani, shahvat bilan ushlagani yoki o'pgani, quchoqlashib yotgani yoki bo'lmasam mo'ylabini moylagani sababli o'zini hayolida meni ro'zam ochilib ketdi deb o'ylab turib yeb ichib yuborgan odam ham qazo tutadi, ham kafforatni ado qilib beradi. O'zi aslida bularda ro'za ochilmas edi. U odam ro'zam ochilib ketdi degan bir niyatda yeb ichib yuboradigan bo'lsa, u nima? Ham ro'zani bir kunlik qazosini tutib beradi, ham 60 kun kafforat tutib beradi. Inson shahvatini to'la qondirishi natijasida bunda ham qazo va kafforat vojib bo'ladi. Ulamolar xotinning o'rtasida aloqa bo'lsa, o'sha aloqada qatnashgan ayol uchun ham, erkak uchun ham qazo, ham kafforat vojib bo'lishligini ta'kidlab aytganlar. Yana biri og'ziga yomg'ir suvini kirganligi sababidan yoki bo'lmasam bir kesak yeydigan odam, kesakxo'r odam o'sha kesakni yutib yuborsa ham
ya'ni og'ziga yomg'ir kirsa ham va o'sha kesak kirib yutib yuborsa ham bunda qazo tutib ham kafforat vojib bo'lib qoladi bu odam zimmasiga. Endi qazo tutish lozim bo'ladigan, lekin kafforat lozim bo'lmaydigan holatlar. Birinchidan, g'izo, ya'ni ozuqa sanalmaydigan, ya'ni ozuqa toifasiga kirmaydigan narsani tanovul qilish. Bunda odatda ozuqa sanalmaydigan va inson ta'bi yeyishga moyil bo'lmaydigan narsalar ko'zda tutiladi. Misol uchun, ro'zador odam xom guruch yoki xamir, biror narsa aralashtirilmagan un kabi narsalarni yeyishi. Bular o'zi aslida to'g'ridan to'g'ri ozuqa odatda yeyiladigan narsalar emas. Ikkinchisi, pishmagan mevani yeyish. Uchinchisi, tishlari orasida qolgan no'xatdan katta narsani yutib yuborish. Danak, paxta, qog'oz va teriga o'xshagan narsani yeyish. Tosh, temir parchasi, tuproq, tangaga o'xshash narsalarni yutib yuborish. Qasddan ichiga isiriqni tutuni kabi tutun kiritish. Erkak kishini orqasidan, burnidan, tomog'idan va ayol kishini oldidan suv yoki dorini kiritilishi. Quloqqa moy tomizilsa ham ro'zasi ochiladi. Suv tomizilsa ro'zasi ochilmaydi. Qasddan og'zi to'lib qayd qilsa ham ro'zasi ochilib, qazo tutadi, kafforat tutmaydi. Agar beixtiyor og'zi to'lmay qayd qilsa yoki taom emas balg'am qayd qiladigan bo'lsa, ro'zasi ochilmaydi. G'izo va dorini bemorligi sababli, safar sababli yoki majburlanish sababli, beparvolik yoki shubha kabi shar'iy uzrlar bilan tanovul qiladigan bo'lsa, ro'zasi ochilib, qazo tutiladi. Og'iz chaylayotganda beixtiyor ichiga suv ketib qolsa, ro'za ochiladi va qazo tutib berishi kerak bo'ladi. Boshidagi yoki qornidagi jarohatga qo'yilgan dori ichiga yoki dimog'idan ketib qolsa, bunda ham ro'za ochiladi va bir kuniga bir kun qazo tutib beradi. Ayol kishi erini xizmatiga yaramay qolaman deb turib taom yeydigan bo'lsa, uni ham ro'zasi ochiladi, lekin bir kuniga bir kun tutib beradi. Ro'zadorligini unutgan odam, ya'ni bir odam ro'za tutdi, lekin ro'zador ekanligini unutib qo'ydi. Mana shu odam taom yesa yoki jimo qiladigan bo'lsa, ya'ni ayoli bilan aloqa qiladigan bo'lsa, ro'zasi ochilmaydi. Bu esidan chiqib qolgan holatda bu. Ammo buni hukmini bilmasdan turib, endi bo'lar ish bo'ldi deb yana taom yesa yoki yana ayoliga yaqinlik qiladigan bo'lsa, qazo ro'za tutib berishligi lozim bo'ladi. Esidan chiqqan vaqtda bu nima? Ro'zasi ochilmas edi. Ro'za tutishga kechasi emas, kunduzi niyat qilib, bir odam kechqurun niyat qilmadi, kunduzi niyat qildi deb turib o'yladiki o'zicha, bu niyatim to'g'ri bo'lmasa kerak degan shubha bilan taom yesa, ro'zasi ochiladi va qazo tutishligi vojib bo'ladi. Hali tong otmagan bo'lsa kerak deb turib, bir odam yeb ichgan bo'lsa yoki jimo qilgan bo'lsa, tong otib bo'lganini bilib qolsa, ro'zasi buzilib, bir kuniga bir kun qazo tutib beradi. Chunki hali tong otmadi deb u kishi gumon qilgan edi. Endi buni ziddi, ya'ni quyosh botgan bo'lsa kerak deb yeb ichgan yoki jimo qilgan odam quyosh botmaganini bilib qolsa, ro'zasini, qazosini tutib beradi. Shahvatini to'liq bo'lmagan holatda qondirsa ham faqat qazo tutadi. Ramazon ro'zasidan boshqa ro'zasini ochib yuborgan kishiga faqat qazo tutishi vojib bo'ladi. Kafforat vojib bo'lmaydi. Hozir yuqorida sanab o'tganlarimiz hammasida faqatgina qazo tutib berishlik lozim bo'ladi. Ya'ni bir kuniga bir kun tutib beradi Ramazondan keyin. Ramazonning ichida emas, Ramazonning ichida o'sha kunni kunlik ado farzini tutishlik kerak bo'ladi. Ramazon chiqqandan keyin qoldirgan ro'zasini Ramazondan keyingi vaqtda bir kuniga bir kun qilib tutib berishligi uni zimmasiga vojib bo'ladi.